Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlar. Bugun meniki 13-mart 2025-yil. Biz hozirgi vaqtda Shimbayda termopanel ishlab chiqaradigan sexga keldik. Ramazon oyina chegirmay qo'yib o'tiribdi. Sol haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Endi yelimizga bahar kirib keldi. Baharda remont boshlanadi. Uyimning sirtqi fasadini nezat ishlataman deb aytganlarga biz dem bermiz kanali. Shunday termopanelni ustuns etamiz. Buning afzalliklari da ko'p. Hozir video davomida bayon tushuntirib o'tamiz. To'liqroq ma'lumotni Akbar og'ang o'zi beradi. Assalomu alaykum Akbar og'a. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi bizning ko'ruvchilarga termopanel haqida o'zingiz ma'lumot bersangiz. Termopanel bizda ikki variant bo'lib chiqadi. Bu penoplast varianti, biri penoflex varianti bo'lib chiqadi bizda. 50 ga 25 bo'ladi razmeri. Hozirgi aksiyamiz penoplast varianti 75 so'm bo'ldi. Sonra 200 kvadratdan ziyod bo'lsa 65 so'm olib beraman. 150 kvadrat ziyod bo'lsa 70 so'mga olib beradilar xudo. Alnalarda 95 so'm variantda 80 mingdan olib bera olaman. Kvadrat metrni. Hozirgi vaqt aksiya vaqtida. Hozir aksiya vaqtini aytib qo'ying. 10-martdan 20-mart oralig'igacha davom etadi, ya'ni 10 kun davom etadi. Chegirmalarga ulgurib qoling deymiz. Endi buning afzalliklarini aytib o'tsak, masalan, uyimning sirtini ishlatsam, buning qanday foydalari bor? Foydalari uyimiz xudo xolisa yozda salqin, qishda issiq bo'ladi. Hozirgi vaqtda bilasiz, havamiz bor, gaz qimmat bo'lar, limit ne bo'lar. So'g'an bir hozir xalqqa ustuns qiladigan variantim bor, ekonom bo'ladi gazga. Shunda bu jillilikda ko'plik vaqt ushlab bera oladi. Uyda temiz bo'lib turadi. Temiz bo'lib turadi. Buning endi har turli rangidan sizga tava oladi, ya. Xudo xolisa ava, niyatga sonib ishlab bera olamiz. Agar uyimning sirti usti turishda tura bersin desangizda bo'ladi. Buning sirtini fasadniy kraskaмен kraskalasang. Qolgan vaqtda javob ne qilaverasiz? Ko'chib ketmaydi rengi. Javob berasiz. Mo'shi kraskada bular. Shunday fasadni yig'ib siz o'zingiz ham ishlab bera olasiz. Xudo xolisa ishlab bera olamiz. Shunday qilib ishlab bera. Buning endi garantiyalari qanday bo'ladi? Garantiyasi 15 yil, 20 yil garantiya beramiz xudo xolisa. Uyning sirtini 3-4 yildan remontlab yurish shart emas. Shart emas. 15-20 yilgacha bir islatsangiz qoladi. Kraskasini o'zi 10 yil, 5 yil garantiya bera olaman. Fasadni kraskani o'zini 10 yil, 5 yil garantiya bera olaman. 5 yil, 10 yil aralığında garantiya beradi. Ko'shib ketmaydi. Rengini jo'ytmaydi. Quyoshda da ne qilmaydi, javob berasiz qalaymiz. Javob berasiz. Bo'lib beruv xizmati qalay bo'ladi? Bu bank orqali xudo xolisa bo'lib berib beramiz. Через bank orqali bo'lsa bo'ladi. Bular o'zaro kelsin. Bo'lib berib beramiz. Bo'ladi. Yaxshi kelsa beramiz. Buni bank orqali o'zaro kelishim orqali bo'lib to'lab islatsangiz bo'ladi. Xudo xolisa. Endi buni Qoraqalpog'iston bo'yicha xizmat ko'rsata beramizmi? Xudo xolisa, Qoraqalpog'iston bo'yicha yetkazib bera olamiz. Shimbayda tegin o'zimiz yetkazib bera olamiz. Shimbayning ishini bepul bo'ladi, yetkazib beru. Boshqa rayonlarga kelishilgan variantda yetkazib bera olamiz. Kelishilgan holda yetkazib beramiz deb aytilyapti. Buning har turli rangi ham bor. Bayanim bor, xudo xolisa, klientni qalayini chiqarib bera olamiz. Al Akbar og'a, endi hozirgi vaqtda buning boshqada turlarini so'rovchilar bor. Qanday yangiliklar qilajapmiz? Xudo xolisa bizda ikki varianti bor, ikki tur qalbimiz bor, 3D variant, bunday tekst variantimiz bor. Endi xudo xolisa qaldimiz kuz yozgi, ta ikki variant xudo xolisa qalb qo'sa olaman. Kirpishni variant, labirint variant bor, xudo xolisa so'lab akelib xalqqa yetkazib bera olamiz. Kirpishni men labirint tez arada shu yerda ishlab chiqariladi ekan, xudo xolisa. Onday variantlarni kelib atsa, videomizda ko'rsatib boramiz. Al boshqada to'liqroq ma'lumotni tomondagi nomerlardan olsangizlar bo'ladi. Qoraqalpog'iston bo'ylab xizmat ko'rsatiladi. Al Akbar og'a, shumlaringizga tabrik deymiz. Rahmat, charchaman. Rahmat. Buguncha videomiz shu yerda jumoqlandi. Al hamma omon bo'ling.